Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda muhim mavzu brokerlar va ular qanday xizmatlar taqdim etish haqida gaplashamiz. Agar siz trading sohasiga qiziqib, investitsiya qilishni xohlasangiz, masalan, aksiya, valyuta yoki kriptovalyuta, xomashyo bozorlarida ish yuritishga qiziqayotgan bo'lsangiz, lekin u jarayon brokersiz bo'ladimi yoki broker kim, nima o'zi degan savollaringiz bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Ushbu videoda biz murakkab terminlarsiz, juda oddiy tushunarli tilda broker nima ekanini, nima sababdan kerakligini va brokerlar odatda qanday xizmatlar taklif etishini ko'rib chiqamiz. Broker kim? Bu siz bilan moliyaviy bozor o'rtasidagi vositachi bo'lib ishlaydigan kompaniya yoki tashkilot. Oddiyroq qilib aytganda, siz aksiyani, valyutani yoki boshqa moliyaviy aktivni to'g'ridan-to'g'ri bozordan sotib ola olmaysiz. Buning uchun sizga broker kerak bo'ladi. Buni hayotiy misol bilan tushuntiraman. Agar siz uy sotib olmoqchi bo'lsangiz, hozirda rivojlanib kelayotgan kasb makler, ya'ni uyni topib reklama qilib, YouTube'da, Instagram'da xaridor bilan sotuvchi o'rtasida kelishuv bo'lishiga yordam berib, evaziga qanchadir haq oladigan odam, ya'ni vositachi. Broker ham xuddi shunday, faqat u ko'chmas mulkda emas, moliyaviy bozorda ishlaydi. Brokerlar turli bozorlarda ishlaydi va sizga turli aktivlar bilan savdo qilish imkonini beradi. Masalan, valyuta bozori, dollar, yevro va boshqa valyutalar, aksiya bozori, Apple, Google, Tesla kabi kompaniyalar, kriptovalyuta bozori, Bitcoin, Ethereum kabi, oltin, neft kabi xomashyo bozorlarda faoliyat ko'rsatadi. Ko'pincha bitta broker bir nechta bozorni bir vaqtning o'zida taklif qiladi. Bu esa sizga bitta hisob orqali turli yo'nalishlarda savdo qilish imkonini beradi. Masalan, siz $1000 hisobingiz bo'lsa, valyuta juftligi oltin, aksiyada ham savdo qilishingiz mumkin. Riskni taqsimlash imkonini beradi. Broker taqdim etadigan yana bir muhim xizmatlardan biri savdo platformasi. Broker sizga maxsus savdo platformasini beradi. Bu telefon uchun ilova bo'lishi mumkin, kompyuter uchun dastur yoki brauzer orqali ishlaydigan platforma bo'lishi mumkin. Ushbu platforma orqali siz narxlarni ko'rasiz, aktivlarni sotib olasiz yoki sotib berasiz, hisobingizdagi pulni kuzatasiz. Oddiy qilib aytganda, bu platforma sizning savdo investitsiya qiladigan asosiy joyingiz. Moliyaviy bozorlarda trader bo'lib ishtirok etishingiz uchun albatta brokerlik kompaniyalardan ro'yxatdan o'tishingiz shart. Mijozlarga xizmat ko'rsatish paytida brokerlar savdo terminallari bilan ta'minlaydi, savdoning ayni damdagi narxini yetkazib beradi va mijozlarning savdo bitimlarini jahon moliya bozoriga olib chiqadi va kredit taqdim etadi. Ya'ni brokerlik kompaniyasi har bitta mijoz uchun kredit taqdim etadi. Bu orqali siz ko'proq daromad topishingiz mumkin. Bu haqida keyingi videoroligimizda batafsil tushuntiraman. Ya'ni kredit yelkasi haqida. Hisob ochish imkoniyati. Siz brokerlik kompaniyasidan ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng siz uchun alohida savdo varag'i ochiladi. Ya'ni shaxsiy kabinetingiz desak ham bo'ladi. Brokerlar odatda ikki xil hisob taklif qiladi. Birinchisi demo hisob. Bu hisob virtual, ya'ni haqiqiy bo'lmagan pul bilan savdo qilasiz. Demo hisobning asosiy vazifasi o'rganish va tajriba qilish. Ikkinchisi esa real hisob. Bu hisob haqiqiy pul bilan savdo qilinadi, daromad ham zarar ham haqiqiy bo'ladi. Real hisobga pul tushirganingizdan so'ng uni savdo terminali orqali boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Bu terminal orqali sizning hisobingizdagi mablag'lar, ochiq va ochmoqchi bo'lgan bitimlar va savdoga tegishli grafiklar, ma'lumotlar ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Savdolar maxsus serverlar orqali amalga oshiriladi. Broker traderga savdo terminalini taqdim etadi va trader savdo bitimini ochish uchun bu terminal orqali brokerga buyurtma jo'natadi va brokerdan jahon bozoriga chiqadi va u jarayon endi teskarisi bo'ladi. Bu jarayon uchun atigi 1 soniya yetadi. Bu taklif etilayotgan xizmatlar uchun brokerlik kompaniyasi mijozning har bitta bitimidan komissiya to'lab oladi. Yangi boshlovchilar uchun tavsiyam, avval demo hisobni o'rganib, tajriba olgandan keyin real hisobga o'tishingizni maslahat beraman. Grafiklar va tahlil vositalari. Broker platformasida siz narx grafiklarini, tarixiy ma'lumotlarni, turli tahlil indikatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu vositalar sizga bozorni yaxshiroq tushunishga va tahlil qilishga yordam beradi. Mijozlarni qo'llab-quvvatlash. Yaxshi broker savollarga tez javob beradi, texnik muammolarni hal qiladi, hisob bilan bog'liq masalalarda doim yordam beradi. Broker tanlashda e'tibor beriladigan asosiy jihatlar: rasmiy litsenziyasi borligi, demo hisobning mavjudligi, qulay platforma, pul yechishning haqqoniyligi, shaffofligi, ijobiy foydalanuvchilar fikrlari. Shu jihatlarga yaxshilab e'tibor berishingizni maslahat beraman. Investitsiya bu sabr va bilim talab qilinadigan jarayon. Xulosa qilib aytganda, broker bu investitsiya dunyosiga kirish eshigi. To'g'ri broker tanlash sizning kelajakdagi natijalaringizga katta ta'sir qiladi. Ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va savollaringizni izohlarda qoldiring. Keyingi videoroligimizda top brokerlar haqida gaplashamiz.